O'g'lingiz rosa xursand bo'lsa kerak adasi. Shunda telefon bo'ladi-yu, xursand bo'lmaydimi? Assalomu alaykum Va Alijon. alaykum assalom. O'g'lim, tug'ilgan kuning bilan. iPhone 3 mi? Hozir hamma iPhone tutadi. Yana ishlatilgan ekan. Adasi. Bitta narsaga hayronman. Hech narsasiz o'sgan avlod hamma narsasi bor avlodni katta qilyapti, to'g'rimi? Lekin bularning na shukurni biladi, na rahmatni. Men bolaligimda bitta koptokka erishish uchun yillab do'konda unga termulib turardim. Chunki menga koptok olib bering deb adamga yeta olmasdim. Qornim ochsa ham maktab oshxonasiga kirib, bulochkani hidini hidlab turardim, lekin sotib olmasdim. Chunki koptok olish uchun pul yig'ardim. Hozirgilar otasidan uyalish naryoda tursin, so'ramasdan pulini ham ishlataveradi. Ha, sen ovqat yoqmadi, boshqa ovqat zakaz qildim deydi. Bizni qovurilgan piyoz yeb, ariqdan suv ichganmiz, o'lmaganmiz. Hozirgilar boshqacha. Ularga baqirish mumkin emas, urishish mumkin emas, birorta ish buyurish mumkin emas. Bo'lmasam depressiyaga uchraydi. Psixologiyasi buziladi. Bizda depressiyaga vaqt bo'lmagan. Sani ham esingdami? 3 olgan kunimiz o'z qo'limiz bilan otamizga kamarni olib berardik. Qilgan xatoyimizni oldindan tan olardik. Kaltak yesak ham ularni qattiq yaxshi ko'rardik. Hozirgi ba'zi bolalar esa Instagramda 100 ta like bossanglar onamni o'ldiraman degan ahmoqona gaplarni ham gapirishyapti. Biza gilamlarni qo'limiz bilan chizib uxlab qolardik. Hozirgilar telefonini quchoqlab uxlayapti. Bitta hikoyani topish uchun kutubxonani soatlab tutardik. Bular internetdan shundoqqina ko'chirib qo'yadi. Biz o'qigan maktablarda hatto atapleniya yo'q edi. Kurtkada dars o'tib, qo'l bo'lgan paypoqlarimizni tokchani oldiga ilib qo'yardik. Bitta kitobni 5 ta sinfdosh talashib o'qirdik. Hozir 5 ta kitob